Hop, ismim Abdurahim, familiyam Hikmatullayev. Yoshim 17 da, hozirgi paytda 11-sinfda maktab o'quvchisiman va yashashdan maqsadim, hop. Avvalambor bu yoqda o'tirgan ko'pchilikning maqsadi, yashashdan maqsadi baribir eng katta oliy maqsadi avvalambor o'sha Allohni rozi qilish, roziligini topish bo'lsa kerak. Meniki ham birinchi navbatda shu. Keyingisi bu o'sha kelajakda katta bir biznesmen bo'lish, ya'ni hozirgi paytda zamonaviy kasblar ko'p, hamma ko'pchilikdan xabar bo'lsa kerak. Ya'ni o'sha zamonaviy kasblardan biri SMM bilan qiziqib turibman. Kelajakda katta bir SMM agensiya ochish niyatim va uni egasi bo'lish, muvaffaqiyatga olib chiqish rejam bor. Nimalarga erishdim va qay tomonga ketib bormoqdaman? Hop. To'g'risini aytadigan bo'lsam, hali unaqa aytishga arzigulik, maqtanishga arzigulik bir qanaqadir katta bir natijaga erishmadim. Lekin ichimda maqsadlarim katta. Xudo xohlasa harakat qilib hammasiga birin-ketin qadama-qadam erishmoqchiman. Qay tomonga ketib bormoqdaman? Hop. Xudo xohlasa mana shu o'zi bu yerga kelishimdan birinchi sababchi bo'lgan inson yaqinda amakim ham o'qib ketgan ekanlar. Aynan o'sha inson sizni tavsiya qildilar. Hop, Abduqodirmi? Abduqodir aka. Kimga o'xshaydi bu bola deyman, hozir endi topdim. O'zi avvaldan sizni kuzatib bir ma'ruzalaringizni eshitib, kitoblaringizni eshitib turardim. Shu o'zimda ham qiziqish kuchli bo'ldi. Anchadan beri o'zi hayotimni o'zgartirish, o'zimni o'zgartirish, o'sha men kitobida o'zim ham o'qiganman-da. Qisman baribir to'g'ri nafsim o'zimga qarshilik qilib hozircha to'xtab qolganman, lekin mana shu kursam Alloh baribir to'g'rilab qo'yibdi, sabab chiqib qo'yibdi. Hozir shu yerga kelib yana bir o'qib, yana ham hamma bilan birga tanishib chiqadigan bo'lib turibmiz. Xudo xohlasa bu yog'i hammasi Allohdan. Endi baribir amakim ham o'zlariga ham hammaga katta rahmat degan bo'lardim, chunki sababchi bo'ldilar-da. Endi bu yoqqa kelishimga, qadam tashlashimga, yana ham o'zgarishimga, bir natija qila olishimga kelajakda katta sababchi bo'lgan insonlardan biri. Xudo xohlasa shu yoqdan chiqib bir notiqlikni, o'zimni odamlar bilan yana ham kommunikatsiya, ular bilan yana ham bog'lana olish, ta'sir qilish baribir o'ziz aytganingizdek kelajakda har bitta sohaga o'zini ta'sirini o'tkazadi, foyda olib keladi. Men ham shuni kutib qolaman. Xudo xohlasa. Qilganman. Hamda o'ynatib yuboryapsiz. Ohangni yoshini ulg'aytirish kerak. Mana nazaringiz katta-da sizni. Men kuzatyapman. Iloji bo'lsa shu ko'z kontaktini yopib qo'yayotgan kepkangiz bor-ku. Shu kepkani yechib qo'ying. Kepkani yeching yoki shunaqa kepka taqingki, teparoqda tursin va ko'zni yopmasin. Ko'z ko'rinib tursin. Maslahatim, mabodo. Kiyishingizga qarshi emasman. Ko'z ko'rinsin, chunki gapirayotgan paytda odamlar sizni ko'zlaringizni ko'rib turishi kerak. Ta'sirchanlik oshadi. Bir nuqtada qotib turish tavsiya etilmaydi. Auditoriya bo'ylab men qanaqa yurib gapirdim boya masalan, o'ngga, chapga yurib, u yoqqa o'taman, bu yoqqa o'tdim. Ko'z alanglayapti haqiqatda. Ko'pincha yerga qarab gapiryapsiz. Ko'z alanglamasin. Auditoriyadagilarni tanlang. Eye contact unga, bunga. Tanlab gapirasiz. Mimika ishlamayapti. Ayniqsa yuqori mimikalar ishlamayapti. Va parazit pauzalar bor. Lar bor. Buni so'z boyligini oshirish, badiiy kitobni ko'p o'qish bilan to'g'rilay olamiz. Pluslar. Ishonch bor. Yoshingizga nisbatan kattaroq ishonch bor.
Mashalloh. Xarizma bor sizda. Uni rivojlantirish kerak. Ovozingiz yaxshi, jestlaringiz ishladi, jestlarni plastikasini rivojlantirishimiz kerak. 16 ta kategoriya bo'yicha e'tirozlar tana tiliga, mimikalarga, eye kontaktga, lokatsiyalar bo'ylab harakatga va yana qisman bor, ba'zilar o'rtada qolib ketgan, ammo umumiy holat hozircha yomon emas, yaxshi. Shapaloqlar. Keyingi ishtirokchimiz